Bugün biz Issiqko'l rayonining Qaraqo'l shahrida muzeyda. Buniki Yeziqniki varianti Talas, Yenisey, Altay variantiga o'xshab ketadi. Masalan bu T degan belgida bu birinchi davrdagi belgi qolgandiki bu T'ning belgisi o'xshamaydi. Endi bu yerda shi yana qo'shimcha ba'zi harflarning yezilishimi keyingiroq davrlarga mansubligini ko'rsatyapti. Masalan, bunday deb yozilgan deganda, masalan, qanday ichki kiraydi. Birinchi harf li el arqa chaqda harflarga elga o'xshab ketadi. L T U shi ant a yani bunu birleştirirsek al yani bu aldaki birinci harflik a yazılmaydı. Şu an bir yerde al deb o'qiymiz buni. Navoda bu yerda bu variantdagi xat uchragan bo'lsa, buni el deb o'qiydi. Ya'ni bu so'zliq tovushlar qo'shilgandiki, o'zlik tovushlar qo'shilgan, yarangliq tovushlar qo'shilgan, yaransiz tovushlar qo'shilgandiki, bu harfni o'qish o'xshamaydi. Buni bu harfni el, bu harfni el o'xshash bilan ikki tamg'i bor. Demak, al tu altu sh altush altush atush emasa altush. Bu harfni o'qishniki bir masalasi bor. Ya'ni buni anıt deb o'qisin bo'ladi. Ya'ni yumloq chambardan chiqdi. Anıtdan boshqa niti deb o'qisin bo'ladi. Ni deb o'qisin bo'ladi. Amaliy avar qaraymiz. Shu bu yergisi altushun g'ayak altushunta altu shanta deb o'qisin bo'lgan. Bu ya'niki mushiyaniki qadimki bu mushu joyning qadimki ismi bo'lishi mumkin. Buni Qaraqo'ldan chiqqan debdi. Bu joyning qadimki ismi bo'lishi mumkin. Qaraqo'l degan bo'lsa keyinchalik ismi. Ya'ni bu Qaraqo'l, ya'ni cho'ng qo'l, cho'ng jilg'a degan ma'noda kelgan. Oltishun balki buning qadimki ismi bo'lishi mumkin. Oltishunga gelip ismi oldu. Yani bu yerda kishi bilan giyinin garbi qadimda bu yezikda bir tamg'ich portlagan. Shuni gi deb o'qib olganlar gelip ismi deb o'qisa bo'ladi. Ki deb o'qiganlar kelib deb o'qisa bo'ladi. Olti shunga kelib deb. Yani bu yerda ismi chiqadi. Ikkinchi bölümde yani bu bayaq ma'muli mana aslidagi li. Faqat mayalimiz al deb o'qiganlar bu yerda biz el deb o'qigandik. Şu bir yerinde deb o'qiymiz endi elim. Yani elim qi. Yani bu yerda sana qi bilan keyin keldi. Elim qanım bu qi bu ni yani nan deb diyenki ni şekli bu ni diye harfi bölüyor. Ni bil qo'shig'i mi. Elim qanım si teris boton elim kanım teris boton yani meniki ilim hanım teris boton dedi. Veya ki boton degeni boton degandan bir variant o'xshagan T bilan T almashgan o'xshagan. Boton degeni xalq degan ma'noda, ya'ni teris boton degeni bu xalqning yoki bu kabilenin ismi. Yani meniki xalqim teris degan bu kabila yoki shu bunun degan ma'noda. Mana bu menga qiziq bo'lgan bugungi Qaraqo'l muzeyidagi bir qadimki Mangutashning partisi. Issiqko'l atrofida masalan Mahmud Qashqarning xaritasini ko'rgan bo'ldim. Az deganda 3-4 shahar bo'lgan. Mahmud Qashqar bu yerga bir shaharning ismini yozib qo'ygan Barisxon. Bu yerdan boshqa yana ismlarni Tosor, Turasur, Qanch saytiradimi shaharlarning qarablari bor. Sintash, Kut ve Saut, Tömür Saut. Bu Saut'niki mesela sipti yaxshi saqlanadi. Gümüşten jasalgan altın canlıqlari. Qalpoq.
Қалпақ, анан тебетей. Тебетей дегенде қызық нәрсе, тебетейіңе қарап де. Тебетейіңе қарай деген кейбіреу түсінбей, тебетей дегенде жүзіңе мындай манайға қарап деп түсініп алышы мүмкін, ал емес башыңа киген нәрсеге қарап деген келіпті. Шол башыңа киген нәрсеге абайланды.